Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Xorazm 24 informatsion dasturining navbatdagi soni efirda. Xalq deputatlari viloyat kengashining 24-sessiyasi bo'lib o'tdi. Dasturimizning ilk lavhasi shu haqda. Sessiyada xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, idora, tashkilot va korxona rahbarlari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xorazm viloyatini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosi hamda aholi murojaatlari bilan ishlash yuzasidan viloyat hokimi Jo'rabek Rahimovning hisoboti tinglandi. Viloyat rahbari hudud iqtisodiyotini rivojlantirish, aholining ijtimoiy sharoitlarini yaxshilash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilayotganini qayd etdi. Joriy yil birinchi yarim yilda yalpi hududiy mahsulot hajmi o'tgan yilga nisbatan 108% ga bajarilgan. Bunda 18,6 trillion so'mlik sanoat va 15,1 trillion so'mlik qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarilgan. 7,9 trillion so'mlik qurilish ishlari bajarilib, 19,7 trillion so'mlik xizmatlar ko'rsatilgan. Hisobot davrida 71 ta loyiha doirasida 677 million dollarlik xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilgan. 226 million dollarlik mahsulotlar eksport amalga oshirildi. Shuningdek, Toshkent, Xiva-Toshkent yo'nalishida Jaloliddin Manguberdi tezyurar poyezdining qatnovi yo'lga qo'yildi. 22 ta zamonaviy avtobus va 25 ta mikroavtobuslar, 10 ta trolleybuslar xarid qilindi. Tez kunlarda Urganch xalqaro aeroportidan Urganch temir yo'l vokzaligacha yangi yo'lovchi tashish tezyurar temir yo'li hamda Urganch shahridan Xiva shahar temir yo'li vokzaligacha pullik avtomobil yo'lining foydalanishga topshirilishi natijasida xorijiy va mahalliy sayyohlarga yanada qulay transport sharoitlari yaratilishi ta'kidlandi. Joriy yilning 15-avgustiga qadar dasturga kiritilgan 23 ta maktab va 6 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari foydalanishga topshiriladi. Aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida 2026-yilda 7300 xonadonga ega 180 ta ko'p qavatli uy-joylar, jumladan Yangi O'zbekiston massivlarida 2500 ta xonadonli 60 ta hamda ipoteka asosida tadbirkorlar tomonidan 4800 ta xonadonli 117 ta uylar quriladi. Bugungi kunda 1900 ta xonadonli 47 ta ko'p qavatli uylar foydalanishga topshirildi. 113 kilometr elektr tarmoqlari, 61 ta transformator o'rnatiladi. 45 kilometr ariq va kanallar betonlashtiriladi. 130 kilometr piyoda yo'laklari barpo etiladi va 6100 ta tungi yoritgich chiroqlar o'rnatiladi. Aholining ichimlik suv va oqova suv ta'minotini yaxshilash maqsadida 1,5 yillikda barcha dasturlar doirasida 76 milliard so'm mablag'lar hisobida 117 kilometr ichimlik va 19 kilometr oqova suv tarmoqlarida qurilish montajlar amalga oshirildi. Natijada ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 91,8% ga, oqova suv bilan ta'minlanganlik darajasi 9,1% ga yetkazildi. Ayniqsa Xiva shahri dunyo bo'yicha albatta borish kerak bo'lgan shaharga, viloyatga aylanayotganligini biz mana shu yarim yillik davomida Xorazm viloyatiga xorijiy sayyohlarning ko'payganligi 1,8 baravar oshganligi misolida ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda viloyatimiz xavfsiz sayohat qilish uchun, dam olish uchun qulay hududga aylanganligining misoli deb aytsak bo'ladi. Og'ir toifadagi Bog'ot tumani, Qo'shko'pir hamda Gurlan tumanlarida 115 ta mahallalarga 525 milliarddan ortiq so'm pul mablag'lari ajratilganligi, bundan tashqari yangi qiyofadagi Shovot hamda Yangarib tumanlariga hamda 22 ta mahallaga 240 milliard so'm mablag'larning ajratilganligi bu Xorazm viloyatini butun bir kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga olib keladi. Bugungi yangilanayotgan O'zbekistonimizda Xorazm viloyati ham barcha jabhalarda rivojlanish bo'yicha o'zining eng yuqori darajasiga yetib, amalga oshirilgan ulkan ishlarning amaliy samarasini ko'rishimiz mumkin. Deputatlarimiz qilingan mas'ul xodimlar tomonidan qilingan hisobotlarni ma'qulladilar va bu ishlarning, prezident qarorlarining ijrosi doimo nazoratda bo'lib, bu bo'yicha ko'pgina ishlar amalga oshirilayotganidan albatta xursand.
Shuningdek, viloyat hokim boshqarma va tashkilot rahbarlarining faoliyati, murojaatlar bilan ishlash ahvoli viloyat xalq qabulxonasi tomonidan muntazam ravishda o'rganilib, muayyan ishlar amalga oshirib kelinayotganiga urg'u berdi. Qilingan ishlar bilan bir qatorda kamchiliklarga e'tibor qaratdi. Aholi tomonidan murojaatlarda eng ko'p ko'tarilayotgan tizimli muammolar, ularning kelib chiqish sabablarini o'rganish, takroriy va jamoaviy tusdagi murojaatlar va ular bilan ishlash bo'yicha rahbarlarning tegishli axboroti tinglanishini aytib o'tdi. Sessiyada jinoyatchilikka qarshi kurash, huquqbuzarliklarning oldini olish va jamoat xavfsizligini ta'minlash masalasi ham ko'rib chiqildi. Bu yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari tomonidan joriy yilning 6 oyi davomida viloyatdagi kirmanagan vaziyatni yaxshilash, jinoyatlarning barvaqt oldini olish, omillarni bartaraf etish yuzasidan tahliliy axborotlar tinglandi. Tizimda qilingan ishlar natijasida firibgarlik, yo'l transport hodisasi bilan bog'liq jinoyatlar birmuncha kamayishga erishilgan. Shunga qaramay, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga qarshi kurashish va oldini olishda hamkorlikdagi ishlarni yanada kuchaytirish lozimligi, jinoyatni yashirish emas, unga qarshi samarali kurashish bu qonunga sodiq har bir insonning burchi ekanligi ta'kidlandi. Shuningdek, yig'ilishda viloyat budjeti ijrosi, viloyatdagi sanitariya, gigiyenik holat va boshqa masalalar ko'rib chiqildi. Yuqoridagi masalalar yuzasidan sessiyaning tegishli qarorlari qabul qilindi.